Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Pirimqul Qodirov "Qora ko'zlar" roman. Yoshlar matbuoti 2023. Qora ko'zlar olis qishloq va undagi orqada qolgan xo'jalik hayotini roman ko'zgusiga solib ko'rsatdi. Asar boshdan oyoq oddiy zahmatkash mehnat ahliga har qanday mushkul vaziyatlarda ham insoniy fazilatlarni saqlab qololgan asl insonlarga chuqur hurmat, hamdardlik ruhi bilan sug'orilgan. Yozuvchi xuddi o'sha qora ko'zlar, jafokash kishilar boshiga tushgan kulfatlar uchun chin dildan qayg'uradi. Taqdirini chigallashtirgan hayotiy ma'naviy omillar ustida teran mushohada yuritadi. Roman voqealari yuz bergan makon Oydinko'l eskicha tushunchalar, qoloq odatlar ta'siri doirasida xiyla keng yoritilgan. Yozuvchi bu romanida maishiy hayot ikir-chikirlarining chuqur bilimdoni ekanini ham o'quvchi bir qarashda anglaydi.